Bordik, ot cho'g'ilayapti, bor. Ko'payt 300lar ot bor edi. Keyin Sangardak degan bor bilasiz, Sangardak bilasiz. Sangardaklar 40 otni birdan oshib keldilar yoqda. Cho'g'onlar keldi, to'xtadi. Keyin bir odam aytdi, taka bo'lmaydi, tana so'yib tayla dedi. Tana ham bor. 2 yashar tanada. 100 kilo bo'lmasa ham 80 kilo, 90 kilo borda. Keyin taylanyapti, haydayapti, payzakam olyapti. Bir Roziq degan chovag'am bor edi, juda zo'r odam ekan. Uni keyin ham biligi, zo'rligini pulini baytal deb taylardi. Endi eng zotni kattasi unday zot taylanmagan. Keyin Roziq aka qamchi hisob yerdan ko'tardi. Payzakam bu ham pochadan soldi. Omoxonaga chorib berdi aka degan bir jiran oti bor edi. Ucha jiran degan. Ikki tomonga qarab sermayverdi. Ekam zo'r odamda. Roziq aka nimaga solgan ekan-da, zanga solgan ekan. Payzaka egarga solgan. Bir chiriq qildilar. Ot bir sakrab, bir uzdi. Ot zot taka nimaga ketib qoldi? Payzakam ketib qoldi. Roziq aka havoga ko'tarilib ketib, ham uzangi uzilib ketibdi. Ham kuchdan uzilib ketibdi. Shunchalik qattiq aborot bilan kuch bilan tortganligi mana shu ta'riflarini unda hech kim juda ko'p ko'rdik.